Moskva huquqni muhofaza qilish organlari mamlakatda noqonuniy ravishda bo'lgan 1,5 ming nafar migrantni turli qonunbuzarliklar uchun Rossiyadan chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qildi. 1400 ga yaqin chet ellik fuqaroga nisbatan mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risida qarorlar qabul qilingan. Ko'rsatilganlardan 450 ga yaqini deportatsiya qilingan deyiladi xabarda. Ma'lumotga ko'ra, yil boshidan beri Moskvada turli jinoyatlar, jumladan og'ir jinoyatlar sodir etgani uchun qidiruvda bo'lgan 240 dan ortiq fuqaro, xavfli kasalliklarga chalingan 430 nafar, Rossiyaga soxta hujjatlar bilan kirgan 100 nafar shaxs aniqlangan. Bundan tashqari, o'tgan davr mobaynida 32 kishiga nisbatan Rossiya fuqaroligini bekor qilish to'g'risida qarorlar qabul qilingan. Bunday holatlarning 20tasi qotillik, odam o'g'irlash, voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, giyohvand moddalar va psixotrop vositalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilish kabi o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etish yoki milliy xavfsizlikka zarar yetkazish bilan bog'liq holatlardir.